Nima? Shart 3 ta butilka kola olib ichiga menti soling. No problem. Shartingizni bajarish uchun kola va menti tayyor. Hozir bajaramiz. Hozir ikkinchisini ko'ramiz, qanaqa bo'ladi. Bismillah, ketdi. Balandga chiqmayapti. Uchinchisi ketdi. Davaydi ko'proq solaylik. Ko'rdilaring do'stlar, qo'ldan kelgancha shartlarni bajaryapmiz. Prikolni shartlarni kommentariyaga yozinglar. Siz esa hoziroq lichkaga karta qoldiring. Mana shunaqa prikolni shart uchun pul ham o'tkazib beraman. Do'stlarga jo'natib, Telegramga ham obuna bo'lib, shartlarni yozinglar.